yarim soatdan beri ishida turibman. Mana shu ora gapga qo'yishmayapti. Nima qilsam bo'ladi? O'shim sabrim tugadi. Polsukhoy stiyashka bo'lmaydi deydi ko'pchilik. Chunki polsukhoy stiyashka degan yarim quruq stiyashka degani unda shira bo'lmaydi, ezilib ketadi deydi. Mana o'zimizda uyda mana polsukhoy stiyashka qildik. Birinchi cho'pli pol bo'ldi. Cho'pli poldan keyin mana polsukhoy stiyashka bo'ldi. Shirasi hammasi joyida. Endi logichni o'ylab qaraydigan bo'lsak, to'g'ri shirasi buni ko'zga ko'rinmaydi, lekin shirasi o'zida qoladi zato. Agar suyuq rastvor bo'lganda, turibdi. Suyuq rastvor bo'lganda uni shirasi pastga o'tib ketishi mumkin-di, lekin mana buni shirasi hech qayerga o'tib ketmaydi, o'zida qoladi. Plus ustidan yana vertolyot bo'ladi va shu zo'r narsa chiqadi. Buni yana katta plus taraflaridan uyda hamma burchagi nolga olinadi, tekis bo'ladi. Mana kirganingizdan to chiqib ketgunizcha liboy joyi hammasi bir xil bo'ladi. Mana kafel qildik kuxnyani. Kafel qilganlar ham maza qilib qildi, chunki yupqagina shunday kafelni kelin surtib, ustidan shunday bosib ketdi. Tez ishi bitdi. Mana hamma joyi qilingan. Xudo xolasa yana remont polni tugagandan keyin yana syomka qilaman. Tashqarilar termo travitin bo'ladi, termoizolyatsiyalik. Uni ham videolarini tashqaridan qo'yib, xudo xolasa remont tugab olsa qo'yib qo'yaman. Salomat bo'ling. Endi tanlov o'zingizdan. Suxoy jiddiy stiyashkami yo polsukhoy stiyashkami?